Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'rguvchilar. Uyg'ur televiziyasining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Uyg'ur tutqunlarining ishkiri o'lkalarga elib mengilganligi haqidagi sin ko'rinishi oshkorlandi. Qo'zat Altay Birlashgan Davlatlar Tashkilotining lagerlarga tekshirgich amaldor avatishni talab qildi. Robiya Qadir xonim Amerika Avom palatasining raisi Nancy Pelosi bilan ko'rishdi. Kanadada Sharq Turkiston birlashmasining o'rlashtirishida Hong Kongliklarni qo'llash namoyishi o'tkazildi. Tövəndə diqqətinizlə xəbərlərimizin təfsili məzmunları bolsun. 600-dən artıq Uyğur tutqununun Xitay saqçılarının qattiq nazarəti ostida Korla G'arbiy vokzalidan maxsus poyez bilan Xitay өлkəlariga o'tkazilgan ko'rinish oshkorlandi. Yaqında ijtimoiy taratqularda keng tarqalgan mazkur sin ko'rinishining dron, ya'ni ushqisiz aeroplan orqali bo'shliqdan tortilganligi ma'lum bir hacker tarafidan YouTube to'riga chiqarilganligi ma'lum bo'lmoqda. Olam xabarlar to'rining ma'lumotlariga qaraganda, mazkur sin ko'rinishining rostligi aniqlangan. Ya'ni Uyg'ur tutqunlarni Xitoy saqchilarining nazoratida derizalari poyatlangan maxsus poyezdga olib chiqayotgan o'rinning Korla G'arbiy vokzali ekanligi ilgari surilgan. Egilinishcha mazkur sin ko'rinishi 17-sentabr kuni bo'shliqdan tortilib, shu kuni hakkerlar tarafidan o'g'irlangan va YouTube to'riga yo'llangan. Shundaqla ijtimoiy taratqularda keng turda ko'rilishga va ham baharlanishga boshlagan. Mazkur sin ko'rinishida 600 nafardan ortiq Uyg'ur tutqunlarining birdek chesh tushirilib, guruhlarga bo'linib, o'xshamagan ko'k, oq va boshqa rangdagi mahbus kiyim kiydirilib, ko'zlari qora niqob bilan to'sib etilgan. Har bir tutqunni ishkidan Xitoy soqchi qo'ltiqlab poyezga olib chiqqan. Sin ko'rinishini yaqinlashtirib qaraganda ko'k kiyimli tutqunlarning dumbisidan Qashqar tutib turish o'rni degan xitoycha xatlar besilgan ekan. Kuzatuvchilarning ilgari surishicha, bu Xitoy doiralarining Uyg'ur tutqunlarini Xitoy o'lkalaridagi turmalarga turkumlab o'tkazayotganligi haqidagi eng yangi va sin ko'rinishlik dalil isbot ekan. Erkin Osiyo radiosi munosabatli o'rinlarning o'tgan yildan buyon ko'p qatimliq surishtirish orqali Xitoy hukumatining Uyg'ur tutqunlarini turkumlab Xitoyning Heilongjiang, Shandong, Shanxi, Gansu, Henan va Sichuan o'lkalaridagi turmalarga o'tkazganligini dalillagan edi. Xitoy doiralarining 2017-yilning oxirida oylarcha Sharq Turkistondan Xitoy o'lkalariga qatnaydigan yo'lovchilar poyeziga bilet setishni to'xtatganligi. Bu mezgilda ularning Uyg'ur tutqunlarini turkumlab Xitoy o'lkalariga o'tkazgan bo'lishi mumkinligi ilgari surilgan edi. Amerikadagi Uyg'ur egalik tiklaguvchilar to'g'rining qo'rg'uvchisi Qo'zat Altay 18-sentabr kuni Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashida so'z qilib, Birlashgan Davlatlar Tashkilotini Sharq Turkistondagi lagerlarni tekshiruvchi maxsus amaldor tayinlashga chaqirdi. U bu yig'inda Xitoyning Sharq Turkistonda insoniyatga qarshi turish jinoyati sodir qilayotganligi, Xitoyning o'tgan yili 67 yoshli tijoratchi dadasini tutqun qilganligi, uning hozirgacha izlarining yo'qligi, Xitoyning dadasidek atalmış kasbiy tarbiyalashga ehtiyoj bo'lmagan minglagan egalik tiklaguvchi, tijoratchilarni, doktor Toshpo'lat Tayibni o'z ichiga olgan olim va tadqiqotchilarni tutqun qilganligi, shundaqla ularning o'lim jazolariga hukm qilinganligini ta'kidladi. U yana Xitoyning Uyg'urlarni qonuniy rasmiyatsiz tutqun qilib, atalmış qayta tarbiyalash lagerlariga yo'llaganligi, ishonchlik dokladlarga asoslanganda 2 milliondan ortiq kishining bu g'ayri rasmiy jazo lagerlarida tutib turilayotganligini. Hozir Xitoyning ichki siyosatining yer shari miqyosida kishilik huquq va tinchlikka og'ir daxl yetkazayotganligini, navbatda dunyoning har qaysi yerlaridagi Uyg'ur oilalari bilan aloqa qilolmay, oilasi bilan aloqasining butunlay uzilganligini, Xitoyning zo'ravonligidan qo'rqib, ularga telefon qilolmayotganligini ta'kidlab, so'zining oxirida Sharq Turkistonning yer sharidagi eng cho'ng usti ochiq turmaga aylanganligi, Birlashgan Davlatlar Tashkilotining bu lagerlarni tekshiruvchi alohida amaldor tayinlashini talab qilganligini bildirib, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti deydiganim Xitoydagi bu jazo lagerlarini qanday qiladi? Xitoy hukumatiga deydiganim mening dadam qayerda deb savol qo'ygan. Qo'zat Altay asli 17-sentabr kuni so'z qilmoqchi bo'lgan, ammo u shu kuni yig'in zaliga kirgizilmagan edi. Uning bildirishicha, Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi xodimlar uning 17-sentabr yig'in zaliga kirmasligiga texnikalik qarshilik sabab bo'lgan deb tushuntirgan. Dünya Uyg'ur qurultiyining sobiq raisi, Uyg'ur xalqaro kishilik huquq va demokratiya fondining qo'rg'uvchisi Robiya Qadir xonim 19-sentabr kuni Amerika Davlat Majlisida Avom palatasining raisi Nancy Pelosi xonim bilan ko'rishib, Uyg'urlarning navbatdagi vaziyati va o'zining hozirgacha izlariga bo'lmagan oila a'zolarining ahvoli haqida suhbat olib bordi. Nancy Pelosi xonim 19-sentabr kuni o'zining Twitter hisobida Robiya Qadir xonim bilan tushgan rasmini ham baharlab, bugun Amerika Davlat Majlisida qadrli do'stim, faoliyatchi va rahbar Robiya Qadirni Uyg'ur xalqining nomida kutib olib, uning izlariga bo'lmagan oila a'zolarining ahvoli va Uyg'ur xalqi duch kelayotgan vaziyat haqida muzokaralarda bo'lganligimdan faxrlanaman deb yozgan. Amerikaning siyosiy sahnasidagi muhim shaxs bo'lgan Nancy Pelosi xonimning Uyg'ur kishilik huquq siyosati qonun loyihasining Avom palatadagi nusxasi ovozga qo'yilishini kutib turgan bir mezgilda Robiya Qadir xonim bilan ko'rishishi alohida diqqat qo'zg'adi. Nancy Pelosi xonim Uyg'ur kishilik huquq siyosati qonun loyihasiga imzo qo'yib, uni aktiv qo'llayotgan Avom palata a'zolarining biri. U bu yil yozda Washingtonda o'tkazilgan bir yig'inda, agar Amerika Uyg'ur masalasiga ovozini chiqarmasa, kishilik huquq masalasida o'zining xalqarodagi nufuzini yo'qotib qo'yadiganligini ogohlantirgan edi. Mazkur qonun loyihasining yana bir nusxasi buningdan bir qancha kun avval Kengash palatasida ma'qullangan edi. Qonun loyihasining Kengash palatasida ma'qullanishi bilan kishilarning diqqati Avom palatasiga burilgan.
Ikkilan ko'rishganda qonun loyihasining kun tartibga kelmaganligi ma'lum emas. Kengash palatasi mazkur qonun loyihasini ma'qullagandan keyin kishilik huquq tashkilotlari va Kengash palatasining ba'zi a'zolari qonun loyihasining Avom palatasida tezroq ma'qullanishini talab qilgan edi. sentabr Kanada Sharq Turkiston birlashmasining o'rinlashtirishida Toronto va Kalgarida shaharlarda Hongkongliklarni qo'llash namoyishi olib berildi. Namoyishga Xitoy Demokratikchilar tashkiloti, Erkin Tibet tashkiloti, Bir Erkin Dunyo tashkiloti va Falun Gong qatorliq tashkilotlarning ishtiroki bilan namoyish olib berildi. Namoyishga 200 dan ortiq Tibet, Hongkongliklar va Uyg'ur qatnashgan bo'lib, namoyish nihoyat o'ngishli qilib berilgan. Namoyishda Kanada Sharq Turkiston birlashmasining bosh kotibi E'tibor Artish so'z qilib, Xitoyning Sharq Turkistonda olib berayotgan irqiy qirg'inchilik va milliy kimlikni yo'q qilish siyosatini nihoyat obrazli yo'ritib berdi. Shuning bilan bir vaqtda Xitoyga qarshi bu namoyishning 27-sentabr, 29-sentabr, 1-oktyabr bo'lib 3 kun davomlashadiganligini bildirdi. Xabarlarimizni ko'ringlarga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga omonat.